Assalomu alaykum, hurmatli yig'ilish qatnashchilari. Bugun 2026 yil 26 mart Biznes rivojlantirish banki Uchqo'rg'on bank xizmatlari markazi tomonidan tadbirkorlar bilan uchrashuv o'tkazilmoqda. Ushbu uchrashuvni mahalla bankiri Olimjonov A'zamjon o'tkazib beradi. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli yig'ilish qatnashchilari. Kimda qanaqa savol, masala bo'ladigan bo'lsa, navbatda yo'l olamiz. Javob berish sizda qanaqa masala edi? So'zlarga kelib olmoqchimiz. Yuridik, ya? Ism familiyangizni chiqar? Toshpo'lat Abobat. Qaysi mahalladan kelasiz? 3 tuman ichidagi qatnashchilar. Xo'p, aka, kerakli hujjatlarni topshirasiz. Ko'p chiqqandan keyin faoliyat ijara xulosa bergandan keyin arzon tezlasini chiqaramiz. Keyingi ism familiyangiz Sharif Bekzod. Nima yo'nalishda qancha summa keltirmoqchisiz? Million so'm to'lashman, chorrachilik qilish. Manzil qayerda? 3 tuman ichidagi qatnashchilar. Siz kerakli hujjatlarni topshirasiz. Katimlaringiz joy bo'lgandan keyin, faoliyat joyingizni borib ko'ramiz. Monitoring qilgandan keyin, ijara xulosa bergandan keyin tezlik chiqaraveramiz. Ikkalanini ham dastlabki faoliyat joyini o'rganiladi. Dastlabki faoliyat joyinida haligi tadbirkorchilik qiladigan yo'nalishiga mos keladigan bo'lsa, unga qarab davlatnoma biznes reja tuzib, belgilangan tartibda yordam beramiz. Rahmat hammaga.